Brend tadbirkorlarga nima beradi? Nima uchun hozirgi kunda hamma shu brending haqida gapiryapti? Brending tadbirkorlarga ko'p narsa beradi. Shularning ichidan eng asosiy 4 tasini sanab o'taman. Birinchisi, doimiy mijozlar oqimini shakllantiradi. Ikkinchidan, savdoyingizni oshiradi. Uchinchidan, daromadingizni oshiradi. Nazaringizda savdoni oshirish bilan daromadni oshirish bir xilga o'xshaydi, unaqa emas. Savdoyingizni oshirish degani sizni tanlab yurgan mijozlaringiz o'z-o'zidan sarafanli radio deymiz, sizni tovaringizni boshqa yaqinlariga va do'stlariga taklif qilgani orqali sizni savdoyingiz oshib boradi. Daromadingizning oshishining sababi bo'lsa, siz allaqachon mijozlar ishonchiga ega bo'lganingiz uchun endi yangi tovarlar lineykasini yo'lga qo'yganingizda siz oldingidek xarajat qilmaysiz, oldingidek ko'p vaqtda kirib bormaysiz. Sizni bilgan mijozlar sizni keyingi 2, 3, 4 tovarlaringizni osonlik bilan ham tavsiya qilishadi, ham olishadi. Va oxirgisi bu masshtablashtirish. Siz endi o'z tovaringizni butun O'zbekiston bo'ylab yoki boshqa mamlakatlar bo'ylab ham tarqatishga va kengroq yoyishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz kichik biznes emas, katta biznesni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, bugungi kunda brending yoki o'z mahsulotingizni yoki xizmatingizni brendsiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki odamlar sizni butun boshli tovarlar to'plamidan yoki xizmatlar to'plamidan ajratib olishi, eslab qolishi va sizga sodiq bo'lishi uchun brend eng muhim instrument hisoblanadi. Sizda iliq taassurot qoldirgan qanday brendlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.